Davlat xavfsizlik xizmati va boshqa huquq-tartibot organlari bilan hamkorlikda korrupsiyaga qarshi kurashish yo'nalishida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ayrim mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Xususan, Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimining investitsiya hamda qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosarlari o'zaro til biriktirib, tumandagi fermer xo'jaligining 500 ming AQSh dollarlik eksport rejasini soxta eksport operatsiyalari orqali yopish evaziga fuqarodan 65 million so'm miqdorida pora talab qilishgan. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosari joriy yilning avgust oyida so'ralgan pulning 25 million so'mini oldindan avans sifatida oladi. Qolgan qismini esa, ya'ni 40 million so'mni tuman hokimining investitsiya masalalari bo'yicha o'rinbosari orqali olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda holat yuzasidan mazkur mansabdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi VG bandlari bo'yicha jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llandi. Boshqa bir holatda fuqaro Davlat xavfsizlik xizmati kol markaziga murojaat qilib, ikkita shaxs o'zining hokimlikda yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali Sergeli tumanida joylashgan mas'uliyati cheklangan jamiyatga tegishli 1 gektar maydonni yer toifasini o'zgartirish va ko'p qavatli uy-joy qurishga ruxsat olib berish evaziga 900 ming AQSh dollari talab qilishganini aytadi. İnşallah bunun arasında usulü doğru mu? Och bankdan usul bara bitti guruvali işte bir ortaga tuzulması için. Bularni tan olgan so'rsiz. Tan o'zim tanadan atak. Tan olaman. Nima o'sha bexabar. Joriy yilning 5-sentyabr kuni Toshkent shahar Mirobod tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda noqonuniy yo'llar bilan boylik orttirish niyatida o'zaro til biriktirgan uddaburonlar oldindan 220 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Yuqorida bayon etilgan firibgarlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llandi. Qashqadaryo viloyatida istiqomat qiluvchi fuqaro murojaati asosida joriy yil 5-sentyabr kuni Davlat xavfsizlik xizmati hamda iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamentining hududiy bo'linma xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Qarshi shahrida joylashgan Vatanparvar tashkilotining viloyat kengashi raisi o'rinbosari ariza muallifining o'g'liga imtihonsiz haydovchilik guvohnomasini olib berish evaziga xizmat xonasida 20 million so'm pullarni olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Unga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi V bandi va 28 orqali 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda.